Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Quyosh chiqib turganiga qaramanglar. Qo'lim muzlab qoldi. Shunaqangi sovuq bo'lyapti. Menimcha 25 yoki 27, 30 atrofidan. Qo'lim muzlab qolgan. Mayli nima bo'lsa ham harakat qilyapman shu YouTube'da yurg'izishga endi. Bilmadim endi. Shunaqa qilib videolar joylayapman. Gapirib yotib ana ishlab yurgan savxozim, o'rmon bor, xudo xohlasa. O'rmonga ham borib video qilaman, ko'rsataman o'rmonda. Vaqtim bo'lmayapti to'g'risi. Yaxshiroq videoga olib nima qilgani vaqt bo'lmayapti. Kechqurun ham vaqt yo'q to'g'risi. Kechasi boraman. Charchayman, ovqatlanaman, 11-12 bo'lib ketadi. Uxlab sahar turib yana kelishga endi qiynalib bo'lyapti. Endi iloji boricha harakat qilyapman qo'limdan kelganicha. Mayli endi harakat qilaman. Mayli nima bo'lsa ham o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Podpiska bosinglar. Obuna bo'lib qo'yinglar. So'q kunlarda o'zlaringiz ehtiyot qilinglar.